Mirobod rayoni Greenwichning shunday yonida 5 etажli domimizning birinchi etajda, tafsiloyimiz o'rtada 90-77, 91 kvadratli kvartiramizda 96.500 dollarga obzor qilib beramiz. Tepada 120 ming dollar so'rab turgan joylari ham bor ekan. Uy juda akkuratnik. Mana pod'ezd eshigimizdan kirganimizda prixoshka zonasiga bu yoqda o'ng qo'lda birinchi xona, bu yoqda ikkinchi xona, to'g'rida sanuzellar, bu yoqda oshxona va chap qo'lda kattakon zali. Zali mana birinchi xonasi desak, o'zi udvoyniy zal deyiladi. Ikkiga bir xillar, ikkiga bo'lib qo'yishadi. Mana uy juda fayzli. 2/6 balkon. Mana konditsionerlar ham bor, tashib ketilyapti. Domning orqa tarafida ham, oldi tarafida ham zelon zonalar bor. Nejiloy qilaman desalaringiz, 3 taromi hovliga qaragan. Bu yoq 2/6 balkonning yarmisi ikkiga bo'lib qo'yilgan. Pod'ezd eshigimizdan kirganimizda o'ng qo'lda ikkinchi xonasi. Bu bolalar yotoqxonasi. Uy fayzli, kirib yashashga tayyor, gilamlarigacha to'shab qo'yilgan. Bu yoqda ota-onalar yotoqxonasi. Bu yerda ikkinchi konditsioner bor. Mana bu tarafda hovlida mana zelon zonalari bor. Mashina uchun parkovkalari ham bemalol. Bu tarafi akvariumlarga almashtirib qo'yilgan. Bu yoqda garderob, bu yoq hojatxona, bu yoq sanuzel, ikkalasi alohida. Unda o'tganimizda oshxonasi, gazda ovqat qilinadi. Bu yoqda choy ichishga, ovqatlanishga joy tayyorlab qo'yilgan. 2/6 balkon ikkiga bo'lingan. Bu tarafni akvariumga almashtirilgan. Tepada 3-etajda 120 ming dollar so'rab turibdi. Biz 96.500 dollarga bizning kanalimizda qo'yilyapti. Kvadrati salkam 91 kvadrat. Hujjatlari hammasi joyida, faqat naqdga sotiladi. Pastdan nomerga aloqa chiqarasizlar. Nejiloy qilaman desalaringiz ham nejiloydan keyin kamida 1000 dollardan ko'p arendaga bersalaringiz bo'ladi. Bizdan uzoqlashmang. Arzon variantlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Lokatsiyasi mana Greenwich joylashgan. Islom Ota masjidi, Farg'ona yo'lidan kelganda mana Islom Ota masjidining yaqini, bu tarafda elektr apparat, bu taraf mana Furqat bog'i. Furqat bog'iga bir ostanovkalik yo'l. Yo'l yuzida joylashgan birinchi liniyadagi domimiz. Lokatsiyasi juda yaxshi joyda joylashgan, Mirobod rayoni. Bu rayonlarda o'zi narx-navo ancha qimmat yuradi. Biz qo'yayotganimiz 1000 dollardan sal oshyapti. Lokatsiyasi yaxshi joyda mana.